Xudo xolasa. Boshqachasi aka. Xudo xolasa. Otni danchagi tozasimi deyman a? Tozasi aka. Rang ro'ylarini qaranglar. Hammaga Ramazon muborak bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh barakasini bersin ishimizdan. Labbay. Danchagi ham aka, hozir ko'rsangiz juda ingichka, haligi o'zimizni qora bayirga o'xshagan ko'payib ketdi-da. Ha. Buni formasiga bir baho bersin, uzunligiga, mana. orqa sonlariga. Ot aka stereotipli danchak deydi buni. Ha, stereotipli danchak, shunaqa paroda bor. Formalari shu xuddi rasmdagidaqa bo'ladi-da. Ha. Endi aka, jonivorni men o'zim noyabrda, oktyabrda oldim aka. Yaxshi ko'rib. Fokus yo'q bitta aka. Ko'zlardan joyida. Ay! Zukka. Tezligi, g'ayrati joyida otdi. Joyidami? Tarbiyasi ham xudo xolasa zo'r kelgan aka. Zominda 18-noyabrda uloqqa ham solganman. Zomindami? Zomin Jalil Ahror akanikida. Qo'noqda bo'lganmiz. Uloqqa chiqmasdan turib Ahror aka shuni ustiga ot o'tirganimda Abdullaz hozir ot sotuvdim. Sotasan. Danchaging sotasan. Men otlarni qoldirib borib keyin borganman-da. Borsam otni meni ko'rib ashada uyga kirmasdan turib baho qilish boshlagan. Yaxshi ko'rib aka otni undan keyin ham juda ko'pchilik xaridor bo'lgan. Mashalloh. Zominda Ahror aka 4000 dollar qilganlar. Ikkinchi kuni ham qo'noqdan keyin ikkinchi kun ham ketadigan kunimiz Abdulaziz ot sotmang deb 2 kun so'radilar. Lekin qandaydir shu otni yaxshi ko'rdimda o'zimni olib qoldim aka. Bilsangiz, forma bichim aka kamdan kam tushiradi bu. Mashalloh, kelgan ekan, qaranglar. Kimdir yurga so'rashi mumkin buni bolaga. Endi otda aka o'zini tutib yurishini ham qarang, xo'rozga o'xshab. Asli maqtov Xudoga xos aka. O'ziga. Otda bor narsasini gapiramiz. Bu to'g'ri. To'g'ri tushunsa-da aka-ukalar. Mashalloh deb yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa kommentariyaga bizdan talab qilinadigan narsa shu. Subhanalloh. Chiroyli ot ekan, baland ekan, katta ekan. Qo'yib yubormayman aka. Ramazondan ham ancha oldin to'xtatib qo'ydim ot. Shu hisobiga. Lekin aka tezligi bor-ku. Ko'pchilik xohlaganda bu tezlikda, nima tezlik? Tez-a? Og'zi ham shu qoqqan joyida to'xtaydi. Mashalloh. Endi aka otning yuvoshligini ko'rsatib qo'yay. To'rtta tuyog'iga hayvonni baylab turibdi. Bu tarix qanaqa? Necha yashar buningiz? Aka 9 yashar. 9 yashar. Mashalloh. 9da. Bo'yini aka el ko'rsin. Mana. Haligi bir nima deydi? Ko'pchilik mazza qiladigan joyini aytaman hozir. Bo'yini 1.65 ga ozgina yetmaydi aka. 1.60 ga beraveraman. Voy ana. 1.60 plusga olishdi. Ana 1.60 plus deb olinglar. Yoshi 9 yashar aka. 1.60 dan baland, katta, kichkina ot emas. Ot tishini mana aka, tagidagi qoralarni ko'rib olishingiz. Ikkita chekkasida to'rttasi bu tomondan ikkita, bu tomondan ikkitasi qop-qora turibdi aka. O'rtadan ikkitasini oqartirgan. Yoshi 9 yashar. 9 yashar. Oxiriga yosh bolaga va shu yuvosh. Bitta aybi bor, ovqatini qizg'anadi, yemini. Yemini qizg'anadi. U nima degani? Endi yem yegan paytda quloqini chimirib turadi aka. Yem yegan paytda quloqini yaqinlashganga. O'shaning uchun sotayotganda aybini aytib sotish kerak. Ba'zi kimdir gadir telefonda bu gaplarni ayta olmasligimiz mumkin-da. Otda mana shu aybi bor, quloqini chimirib turadi, juda strashli emas. Nomiga. Yuvoshliklar aka to'rtta tuyog'iga mana taqani o'zi ko'taradi, oyog'ini silasangiz qarang. Mashalloh. Shunaqa darajada yuvosh. Bu otda aka qovurg'asini qarang. Qovurg'asini 2 kilodan yem yeb turibdi xolos aka. Men bu otni sotish maqsadida semirtirib yoki bir narsa qilganim yo'q. Hozir zo'rg'a qashlab tuklarini tugatdim aka. Shunaqa darajada tuk bosib ketgan ekan. 1,5 oy 2 oydan beri ot minilmasdan turadi-da. Orada ozgina bitta ot bilan tishlashib qoluvdi. O'shaning hisobiga oyog'idagi tuklari sal chiqib olsin dedim. Oyog'ida mana oxiriga ishqalab tuklarini shilib olgan ekan. Bitta ot bo'shalib kelib, buni tishlayman degan, bu injiqlik qilgan, qochaman deb harakat qilgan. Otda aka bitta kalla boshini ko'rsatib qo'yaylik elga. Ko'rsating. Hozir aka. Arziyirkan, arziydi. Yuvoshligini ko'rasiz aka buni. Mana ko'klam kelib qoldi-ku aka. Men bundan bag'iga ot ko'kka olib chiqib qo'yib aka. Voy, yurgan. Mana ko'rib aka, mana kallani qarang. Mana.
haqiqiy odam orzusidagi otda. Mashalloh. Ko'kka Laqabi qo'yib bormi? qo'yib, ko'kka qo'yib qo'yib. Otni g'itir qilib yeganini eshitish kelmaydi. Otni laqabini Tumor deb so'rashadi. Tumor. Mana Tumorning originali shu bo'ladi. Voy, Tumori o'zim tumori bor ekan. Tumori bor ekan. Mashalloh. Nima deysiz bunisiga? Gap yo'q lekin. Nima u? O'zim tumorimi? O'zini tumor aka. Gap yo'q. Buni prognozim mendan oldin bo'lgan bu narsa. Otni tezligiga kimdir mos tusha olmagan. Otni to'xtata olmagan. Ot yo qayergadir borib o'zini yiqitgan. O'shanda mana shu yerda chandig'i mana o'ziga mos bo'lib tumor bo'lib qolgan. Mana haqiqatan tumor. Tumorligicha qolsin olgan odamga ham. Laqabini ham tumor deymiz aka. Ana laqabi ham tumor, o'zi ham tumor. Aka yuvoshligini qarang. Mashalloh. Hozir tepasiga chiqqaningizda g'ayratini ko'ring. Mana hozir o'zi yurganingizda yuvoshligini. Orqangizdan yurib bale. Masalan, uncha ot kallasida yurgan yo'qligini his qiladi-da aka. Qochish harakatini qiladi, xitirlik qiladi. Bunda unaqa narsa yo'q aka. Nimaga desangiz, men buni noyabrdan beri boqaman-da. O'zimni sinovimdan o'tdi bu ot. Yurgan soldirishga mana aka. Mana. Yurgan soldirishga qiynab, kallasini aqabaqa tashab, qiliq qiladigan ot emas, yo minganda turmaydigan otlar bo'ladi-da. Aka otni har tomonlama shuncha ot ushlagan bo'lsak, otni har tomonlama xarakterini yaxshi ko'rib, ularni minib yursam bir ot mingandan bo'laman deb niyatda olganman buni, to'g'risiga. Bu qilsam mana olganimga taxminan bir 7 oy, 6 oy bo'ldi-da. Shu oktябрьdami, sentyabrda keluvdi-da bu ot menga. Shu bo'yi yoqtirib qolganman aka ot. Mashalloh, zo'r ekan, chiroyli ekan, ko'z tegmasin, mashalloh. Subhanalloh. Minganda ham aka mana. Xo'p ketmaydi. Bunaqa xarxasha qilib. O'zi ustiga chiqdi aka. Kichkina ot emas, 160 ga olishsa mayli deyaptilar, lekin buni 165 plus deydigan otlarimiz bor, u shunaqa otlar bu. 65 ga ozgina yetmaydi. Metr solganman aka. Ana. 60 dan o'tadi. Katta ot so'raganlarga. Xorozida aka yurish. Xo'rozi ekan, mashalloh. Tumor. O'sha domimda meni yurganimda ham ko'rganlar bo'lsa kerak, kommentariyaga yozishadi. O'shanda 3 ta ot olib borgandim, ikkitasini sotganman. O'shanda bittasini buni yaxshi niyat qilib olib qoldim. Mashalloh. Xullas endi yaqin qilib otning narxini aytaylik aka. Zo'r bo'lardi. Otning narxini aka Qiziqarli bo'lyapti. qo'lga tegadigan qilib, sotiladigan qilib. Shunaqa. Anchadan beri chiqarmaymiz. 5,5 ming so'm kami bor aka. 5,5 ming dollar kami bor. Ana. 5,5 ming dollar kami bor aka. Gap yo'q. Yuragi butun aka. Solgan joyingizga boradi. Endi ulog'iga keladigan bo'lsak, zominda soldim. Shundan keyin men buni juda aqaba qilmadim-da. Orada silos bilan qo'yib qoldi-da, ulog'lagan o'zim kam chiqdim aka. Shuna hisobiga ulog'laga solib ko'rmadim. Ulog'iga bir narsa javob olmayman aka. Hozir garantiya degandan keyin ulog'ini ko'rish kerak. Uloqqa galaga shuna kallasini tiqqan otga garantiya deb bo'lmaydi-da. Bir taka ushlab qochirib, keyin bir sinovdan o'tsa, yana garantiya desa bo'ladi. Ramazondan keyin savdo bo'ladigan bo'lsa, uloqqa solib ko'rib olishaveradi. Ramazonda uloq yo'q, yoki uloq bor joyga olib chiqib, solib ham ko'rib olishaveradi. Pulini unaqa qimmat aytmadim.